Aktrisa Shohida Ismoilova eri, oilasi va internetdagi muammolar haqida gapirdi. Men bir umr orzu qilgandim. Qani edi? Meni 3 ta qizim bor-ku, lekin bo'lajak kuyovlarim o'z o'g'limdek, o'g'lim qatori bo'lishini orzu qilgandim. Lekin ana shu orzu bo'lib qolmadi. Bu orzuyimga yetdim deyman. Albatta, o'sha qizlarim orqali, qizlarimni tarbiyasi orqali yetdim deb bemalol ayta olaman. Kenja kuyovim aktyor Baxtiyorjon Yusupov Milliy teatrda biz bilan ishlaydilar. O'g'il farzandli bo'lishdi. Hozir o'sha o'g'il farzand maktabda o'qiydi. 7 yoshdan 8 yoshga o'tdi. Ana shu nabiramiz tug'ilganida tug'ilish guvohnomasini olib keldilar. Kuyovim xo'jayinimga berdilar. Adajon, bitta duo qiling dedilar. Keyin xo'jayinim shundoq tug'ilish guvohnomasini ochdilar-u, jim bo'lib qoldilar. Men hayron bo'ldim. Nima bo'ldi deb. Keyin aytdilarki, "Rahmat o'g'lim" dedilar. Chunki kuyovimiz Baxtiyorjon xo'jayinimning ismlarini o'g'liga familiya qilib berib kelgan ekan. Qanchalik mehr, qanchalik hurmat. Baxtiyor katta bo'lgan oila juda ham tarbiyali, o'qituvchi, ilmli, ziyoli oila. Ularda 4 o'g'il, qiz yo'q. Bizda Adajon 4 ta o'g'il, avlod davomchilari bor dedilar. Mahmudov Abdulloh deb ism qo'ydilar o'g'illariga. Undan keyin oradan bir necha yillar o'tdi-da, katta kuyovim keldilarda, u kishida ham xuddi shunday voqea qaytarildi. Duo qiling dedilar. Qizim, kuyovim kelishib, farzandlariga Ismoil deb ism qo'yishdi. Ana endi ism ham bor, familiya ham bor, deydi Shohida Ismoilova. Internet sahifalarini kuzatib boraman. O'sha mashhurlar ham, qo'shiqchilar ham, aktyorlar ham hammalarining sahifalarini ko'rib boraman. Gohida bir insonni og'zidan shunday gaplar chiqib ketadiki, buni jamoatchilikka tarqatish mumkin bo'lmagan gaplar. Buni bolalar ham eshitadi deb o'ylashmaydi. Keraksiz narsalar bilan to'la ekanligini ko'rib boraman. Gohida mulohaza uchun ko'raman. Nimaga ko'ra siz yoqmasa deyishlari mumkin. Lekin kimnidir xatosi tufayli, kimdir balki tarbiya oladi. Shu tomonlama. So'z erkinligi deymiz-ku, bu so'z erkinligidan biz boshqacharoq foydalanyapmizmi bugungi kunda deyman. O'sha yoshlardan ibrat olib bo'lmaydigan so'zlar chiqib ketyapti. Voqealar YouTube sahifalarida ko'rinib boryapti. Men nazarimda har bir oilaning o'z siri bo'lishi kerak. Hammani elga doston qilishning nima keragi bor deb o'ylayman. Chunki hamma o'z muammosini baribir o'zi hal qiladi. Kimdir kimningdir oilasiga aralashishni xohlamayman. Ko'pincha Instagram sahifamda "Voy, mana bunaqa grim qilibsiz, mana bunaqa kiyinibsiz" deyshadi. Menga shunaqa yoqadi. Shu kiyim yoqadi. O'zimni turmushim yoqadi. Turmush o'rtog'imga yoqaman, bolalarimga yoqaman. Men o'sha odamga yoqish uchun yo soch turmagimni, yo kiyimimni o'zgartirish niyatim hech qachon bo'lmagan. Meni o'zimda mustaqil fikrim bor. Chunki quloq solish kerak. Tanqidiy ko'z bilan qarash deganda, o'ynayotgan rollarimdagi ba'zi bir kamchiliklarni eshitsam ham o'ylab ko'raman. Lekin shaxsimga tegishli bo'lgan narsalarga yaqinlarimni qabul qilmayman. Chunki shaxsiy chegaram bor. Ko'pincha suhbatlarga chaqirganda ko'proq yo'q deyman. Endi kim bilsin, noo'rin savollar bo'lib qoladi. O'ylab ko'raman. Nima qilaman borib deb, deydi Shohida Ismoilova.